Yuz teringizda qora nuqtalar, dog'larni butkul tozalaydigan narsa mana bu aloe vera. Bu ham odamni yoshartiradi, ham yuzingizni tiniqlashtiradi, ham taranglashtiradi. Judayam ko'p xususiyatlarga ega. Bu gulni otini go'zallik timsoli deb ham qo'yishadi. Bu aslida aloe vera. Aloe vera hamma mamlakatlarda bor. Aloe vera o'zini shifobaxshligi bilan kosmetologiyada ham bilasizlar, birinchi o'rinda turadi. Bu juda ko'p kosmetikalarga ham ishlatiladi. Mana tabiiy aloe gul. Shunday sindirib olasizda shoxini, ikkiga shunday bo'lib yuzingizga sursangiz, yuzingizda ham taranglashtiradi, ham yuzingizdagi qora dog'chalarni ketqizadi. Yoki bundan krem, o'zingiz krem tayyorlasangiz bo'ladi. Aloe gulni suvini olasizda, vazelinga aralashtirib, oqshom yotishdan oldin yuzingizga surib massaj qilasizda, ertalab turib iliq suvda yuvib tashlaysiz. Yuzingiz birinchi kundan natijasini beradi. Yuzingizda qora nuqta, dog', qanaqadir yarachalar chiqqan bo'lsa, hech qaysini qoldirmaydi, hammasini ketqizadi. Yoki aloe verani tuxum sarig'iga aralashtirib, ichiga kamgina limon sovurib, uni ham yuzingizga sursangiz, yuzingizda u ham tarang, yorqin, chiroyli qiladi. Xohlasangiz mana shunaqa qilib kesib qo'ysangiz ham bo'ladi. Teringizda chiqqan har qanaqa dog'larga, donachalarga surib qo'ysangiz, birpasda ketqizadi. Azizlarim, video yoqqan bo'lsa like bosib, menga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarimda ko'rishguncha hammalaring Allohimga omonatsizlar.